munosib. Bugungi Toshkent 94-yil Dubaydan zo'r. Aniq ayta olaman buni. Fohishaxonalar bormi bizda? Nima uchun yopmaymiz? Agar bizda uni yopish imkoniyati bor. Bitta tadbir e'lon qilinadigan bo'lsa, hammasini yopishimiz mumkin. Uni yopmaymiz. Nimaga yopmaymiz? Chunki u bizga foyda keltiradi. Sizga umumiy savol beraman. Uzr, hamkasbimiz savoliga qo'shilgan holda sizningcha poytaxtda Toshkent shahrida 5 nafar oila uchun qancha oylik maoshi yetadi? Iste'mol savatchingizda. 5 nafar farzandi bo'lgan va bitta oylik maoshi bilan yashayotgan bo'lsa, 2,5 million oylik olsa, bemalol uydagi 5 nafar farzandi bilan buni iqtisodchilar hisoblab chiqqan. Понимаете? Проблема не в том, что машина дорогая. Проблема в том, что люди зарабатывают мало. Birgina masalaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ta'lim sohasiga, xalq ta'limiga bugun 10 trillion atrofida mablag' ajratilyapti. Va bu mablag'ni 1,7 trillion qismi faqatgina qurilishga ajratilyapti. Shu yerda savol tug'iladi. Ehtimol biz 10 trillion mablag'ni juda katta qismini o'qituvchilarning oylik maoshlarini oshirishga ishlatayotgandirmiz. Balki saviyasiz o'qituvchiga yuksak oylikni berishdan ko'ra biz bugungi muhitdan kelib chiqib maktablarni qurilishiga ko'proq investitsiyani yo'naltiramiz. Ana o'shanda biz kelajak uchun to'g'ri qarorni qabul qilgan bo'larmiz. Hozirgi zamonda ayolga himoyachi va boquvchi kerak emas. Zamonaviy ayol kishi erkakdan ko'p pul topishi mumkin. Topadi ham. O'zini o'zi himoya ham qila oladi, chunki hozirgi zamonda sherlar, ilonlar, bir narsalar yo'q, to'fonlar, uy qurishim kerak emas. Uylar tayyor. Pulim bo'lsa uy o'g'iraman. Signalizatsiya bor, hamma narsa bor, nima muammo? O'tin chopmaydi. O'tin chopish kerak emas. Yer og'darish kerak emas. Nima muammo? Mana ayollar savol beringlar, erkak nima uchun kerak? Demak, sizning oilangizda masalan aytaylik, Jahon bankining tarifi bo'yicha 5 ta odam yashayotgan bo'lsa, har bir aholi jon boshiga siz 5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz. Go'sht narxi bo'yicha savol berdi. Uchinchi savol. Nima deb o'ylaysizlar o'zi go'sht? Nimaga narx oshib ketyapti? Nima deb o'ylaysiz? Hozirda zaxirasi. Bu birinchidan, ikkinchidan ko'p go'sht yeyapmiz. Shunaqa ko'p go'sht yeyapmiz-ku, ko'ring hozir kimda yo'q kasallik. Bu Amerika kasalligi deydi, bu amerikanskiy bolezn. Manda ham bor, boshqalarda ham hammamiz yeyapmiz ortiqcha go'sht, ortiqcha mahsulot. Ko'rdingmi, hayot qandayligini anglaganingda kulishdan o'zga choring qolmaydi.